Treyderlik kasbi halolmi? Endi bu treyderlik degani bu savdogarlik deganga o'xshagan gap. Shariatga muvofiq savdo bo'lsa joiz. Treyderlarning ko'pi hozir birjada ishlaydi ular, meni bilishimcha. Birjadagi muomalalarni o'rganish kerak. Yo'q narsani savdo qiladiganlar bor. Keyin qimmatbaho qog'ozlarni ribo shaklida ayirboshlash holatlari bor va hokazo. Ana o'sha savdo turlarining qaysi biri bilan shug'ullanyapti treyder? Joiz shakli bilanmi, nojoiz bilanmi? Joiz savdo turi bilan shariatda halol qilingan shaklda virtual savdo maydonida, bozorida agar faoliyat yuritsa, agar shariatga zid ish bo'lmasa joiz. Lekin shartlari, sharoitlari yoki mahsulotlari, ayirboslayotgan narsalari bular agar shariatda halol sanalmagan narsalar bo'lsa, unda joiz emas. Va shu fursatdan foydalanib men aytkim keladi. Bu shariatda joiz, nojoiz degan narsa ba'zi odamlar o'ylagandek shunchaki yoki qanaqadir bir faqat oxirat savobi uchun diniy maqsadlarda qo'yilgan taqiqlar emas bu. Bu shariatdagi halol harom masalasi savdoda faqat dunyoviy narsa ular o'zi asli. To'g'ri, oxiratga ibodat, oxiratga savob bo'ladi. Lekin uning hamma manfaati dunyoviy. Dunyoviy asosiy manfaat dunyoviy. Dunyoviy manfaat ustiga qurilgan, bunday aytganda. Masalan, qaysi savdo mumkin emas desa, ikki tomondan biriga zarar bo'lgan savdo mumkin emas. Birovning haqqini nohaq o'zlashtirishga olib boradigan savdo mumkin emas. U mumkin emas savdolar deganda, shariatda taqiqlangan savdo deganda, u birovning haqqi o'ynayotgan bo'ladi u yerda. O'ylamaslik kerakki, shariatga qarasak savdomiz to'xtab qoladi deb. Yo'q, shariat savdoni hech savdoga to'siq yo'q. Ayniqsa islom iqtisodida juda ko'p qoida yo'q, 3 ta 4 ta qoida bor. Yetadi shu. Hamma masala shu 4 ta qoidaning ichidan kelib chiqaveradi. Unaqa masalan namozni singari hamma masalasi shariatda qat'iylashtirib qo'yilmagan. Nega? Chunki inson hayoti o'zgarib turadi, savdo o'zgarib turadi. Ammo asoslar bor, o'zgarmaydi ular. O'g'irlangan mol, aldov bilan olingan mol, ribo shartnomasi bilan olingan mollar. Bular bu nech xil ko'rinishni olib keling. O'sha shartga tushib qolsa, bu nojoiz bo'lib chiqadi va bu nojoizlik oxiratdagi savob daraja uchunlar emas. U albatta shu mo'min kishi shuni niyat qiladi, lekin u o'zi asli bu dunyo uchun. Bu dunyo uchun zararli muomala munosabat. O'sha muomala munosabatda kishilarga, jamiyatga, ko'pchilikka zarar borligi uchun shariat uni taqiqlagan bo'ladi. Birovning haqqi bo'lgani uchun uni taqiqlagan bo'ladi. Mana shunaqa birjadagi ko'p, mana virtual olamdagi juda ko'p savdo sotiqlardan to'g'ri, ba'zilar boyib ketdi, lekin qancha odamning uyi kuyib ketdi? Biz o'zimiz bilamiz shunaqa odamlarni nechtasini. Qimorni singari yutkizib, qancha odam xonavayron bo'ldi. Bir tutam odam foyda qilib, katta bir qism odam o'shani evaziga zarar ko'rishi bor. Piramidalar bor, orqasidan mana qancha ishlar sudga oshib, qancha tashvishlar bo'lyapti. Shuning uchun demak, bu masalada mo'min musulmon odam qilayotgan kasbini, shartini, sharoitini surishtirib qo'yish kerak. Va agar shariatga muvofiq bo'lsa, aniq shu dunyoga ham foyda bo'ladi u. Va birovning haqqidan parhez bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi yordamchi bo'lsin.